jigar sirrozi, jigar virusli gepatitlari, jigardagi yog' bosishlar, o't qopi dimlanishi, o't qopidagi toshlar, buyrakdagi tuz va toshlar, ich qotishi, ya'ni qabziyat hamda qandli diabetda yaxshi foyda berib keladigan giyohimizdan biri bu artishok yog'i. Artishok yog'i asosan issiq va ho'l o'lkalarda o'sadi. Buni Ibn Sino ham o'zining tib qonunlari 2-tomida ichki a'zolarni tozalaydi, buyrakdagi tuzlarni eritadi, ichakdagi shilliqni, ya'ni ichakdagi balg'amni, tiqilmalarni eritadi deb maqtab bergan. Buni asosiy vazifalari jigar va o't yo'llarini tozalaydi. Masalan, gepatoprotektor vazifasi ham bor. Bu o'sha jigardagi kletkalarni, to'qimalarni qayta tiklash xususiyati bor va eng asosiysi eng kuchli o't haydovchi giyohlardan biri hisoblanadi. O't pufakdagi dimlanishlar bo'lsa, o'tdagi toshlarni ham agar kurs bilan, sxema bilan ichilsa, o't qopidagi toshlarni ham eritib tushiradi. Biz bilamizki, o'tdagi toshlarni to'g'ridan-to'g'ri tushirib bo'lmaydi. Sababi o't yo'li kichkina bo'ladi. Agar o'sha o't qopidagi tosh o'sha o't yo'lidan kattaroq bo'lsa, o't yo'liga tiqilib qolishligi mumkin. Bundan keyin ayanchli holat bo'ladi, operatsiya qilish kerak bo'ladi. Lekin bu giyohimiz shu o't qopidagi toshlarni oyma-oy sxema bilan ichilsa, eritib maydalab keyin tushiradi va buyrakdagi tuzlarga ko'chiradi. Tarkibida inulin moddasi bor, qandli diabetlarda saharini normallashtiradi. Ko'p bemorlarimiz bu giyohni ichgandan keyin hazm tizimi yaxshilanganligi va asosiysi yuzi ham ba'zi bemorlar tiniqlashganligini aytishadi. Shundan yaqqol ko'ramizki, ichki a'zolarda ham kuchli tozalovchi. Agar sizga artishok yog'i kerak bo'lsa va sizda mana shu muammolar bezovta qilsa, quyidagi raqamlarga telefon qilib mutaxassisga bog'lanishingiz mumkin.